Zombilar shaharni egallab olishdi va harbiylar ularni yo'q qila boshlashdi. Ammo men va jamoamga alohida topshiriq kelib tushdi. Biz unga ko'ra shahar hokimini va uni o'g'lini zombilardan qutqarishimiz kerak edi. Bu ishni qila olamizmi? Bugungi videoda bilib olasiz. Qadrli tomoshabinlar, agar tirik qolishimizni istasangiz kanalga obuna bo'linglar, chunki bitta obuna barobar biz uchun bitta o'q. Shundagina tirik qolishimiz mumkin. Hammaga avvaldan rahmat. Ha, axir zombilar ko'rmaydi, faqatgina eshitishadi. Tesla'ning ovozi unchalik ham baland emas, shuning uchun bizga shu mashinani berishdi. Balki o'ta ayol kishi baqirdimi? Menimcha ha, men ham eshitdim. Qurilish binosi ichidan chiqdi. Balki yordam kerakdir, ha? Shunday bo'lishi mumkin. O'tib kelamizmi? Ha, yaxshi bo'lardi. Baribir ham aylanib o'tishning iloji yo'q, shunga kelinglar. Tesla yaxshi mashina, afsuski, asfaltdan boshqa joyda yaxshi yura olmaydi. Ha. Xo'sh, shu tarafdan keldi. Ha. Tak, buni qara. Nima? Stereo? Ha, stereo turibdi bu yerda. Tushunmadim. G'alati. Balki shundan chiqadi. Yo. Menimcha tuzoqqa o'xshaydi. Ha, rostini balki ketarmiz ham bu yerdan. Endi qayoqqa ketamiz? Tushunarsiz, bizni laqillatishdi. Katta odamlarni. Ajoyib. Endi nima qilamiz? Zombilar orasidan qanday o'tamiz? Bilmasam, men hayron. Jurnursin, bizni mashinani kimdir olib qochib ketdi. Endi qanday qaytamiz? Yo. Ketma-ket omadsizliklar. Ha. Endi mashinasiz qoldik. Qurollar ham o'sha yerda edi. Kimda nima qurol? Menda Scar, menda esa Vector. Menda yaxshamki to'pponcha va o'zimni SVM bor. Endi nima qilamiz? Orqaga qaytamizmi? Yo'q, albatta. Agar orqaga qaytsak, topshiriqni bajara olmaymiz. Bu gaping ham to'g'ri. Transportsiz nima qilamiz? Bu yerdan shahargacha yana borsa 10 kilometr bor. Umid qilamanki, yetib olishimiz mumkin bo'ladi. Axir biz harbiylarmiz, qanaqasiga 10 kilometr masofadan qo'rqishimiz mumkin. Bu gaping ham to'g'ri. Bo'pti, darpunda ketdik. Boshlab bizni. Faqatgina ehtiyot bo'lish kerak. Zombilar ko'rishmasa ham juda ham quloqlari yaxshi. Mana bu tarafdan ketishimiz mumkin, lekin bu yerda qorong'u joylar ko'p ekan. Bu yerda esa kimlar bor? Zombilar. Ha. Bo'pti, unda katta yo'ldan ketaveramiz. Asosiysi mana bularga e'tibor ber. Qaytsa, kelinglar, ularni shunchaki yo'q qilib tashlaymiz. Bu ham yaxshi fikr. Ketdik. Hoy, zombilar, qani kelinglarchi, yaxshi. Endi bunisini, yaxshi yigitlar, o'shlanglar. Men bu yerdan tak sekin mana ol qol. Minus ajoyib. Qani endi bunisini ham olish kerak. Qani kelchi, yaxshi olinglar. Minus hammasini birin-ketin olib tashlayveramiz. Qaniylar, ozgina qoldi yigitlar. Hozir ko'chani bo'shatamiz boshqalar uchun, faqatgina o'zimiz uchun emas, axir vatanimiz uchun xizmat qilyapmiz. O'zimizni xalqimizga davay kelinglar. Minus va oxirgi zombi menda patronlar qolmadi. Menda ham qolmadi, tushunursin. Bo'pti, o'zim hal qilaman. Hoy sizlar, Phoenix Uz kanali haqida bilarmidinglar? Axir u yerda juda ham qiziqarli mod obzorlar chiqadi. Tezda u yerga o'tib obuna bo'linglar va mendan salom aytinglar. Kelinglar, unga 1000 ta obunachi chiqishga yordam beramiz. Sulka opisiyanida va tepadagi o'zim bosib o'tishingiz mumkin. Hokim aniq politsiya uchastkasida bo'lish kerakmidi? Ha, shunday. Tushunursin, axir bu yerda banditlar o'tiribdi. Biz ham ko'rdik. Endi nima qilamiz? Menimcha qutqarishimizga to'g'ri keladi. Bo'pti, unda shunchaki tikka jangami? Ha, olg'a. Yaxshi, qani hozir men shundan o'taman, qaramay turgan vaqti yoki yoniga boraymi? O'taver. Okey. Olg'a, biz ham pana qilib turamiz. Yaxshi, qani Jurnursin patronlar qolmadi. O'qlashni shuning uchun ham o'ylab qo'yish kerak eng boshdan. Bunga e'tibor beraman sekin. Mana ol. Jurnursin. Bo'ldi, pana qilib turinglar. Bizga zo'rlik qiladi. Jurnursin qanaqasiga zo'rlik qiladi? Bizda vintrovkalar senikidek kuchli emas. Jurnursin, shuning uchun ham mashinani hamma qurollarni olish kerak edi. Yaqinroq bormasak bo'lmaydi. Tegish qiyin bo'ladi. Okey, hozir yaxshi. Olinglarchi. Jurnursin, bo'ldi, minus. Okey, bu yerda ular juda ham ko'p. Qani. Jurnursin, hozir pistolet bilan qani yaxshi yigitlar. Bo'la qol, biz orqa tarafdan ham kelishyapti. Jurnursin, yaxshi, hozir bo'l, darp men seni himoya qilib turaman. Ungacha o'qlab ol. Hozir ketdi. Yaxshi do'stlar, qani Jurnursin, sekin. Bemalol o'qlab olaverdi. Tak, avtomat bilan endi. Menimcha hokim ichkarida bo'lmasa kerak bo'lgani. Agar ichkarida hokim bo'lmasa, bu juda ham katta muammo degani. Ha, to'g'ri. Uni qutqarmasak bo'lmaydi. Ba'ziga qaytishimiz mumkin emas, qutqarmaganimizcha. Ha, hozir qani kelinglar, yaxshi. Yana ozgina qoldi. Hozir yigitlar deyarli mag'lub bo'lishdi. Yana ozgina hozir bardosh bera olsak bo'lgani. Xo'sh, qani ol, yaxshi. Tushunursin. Xo'sh, qani bunisiga yo'q, o'qlar qolmadi. Pulemyotni olib olsam bo'lar ekan. Yoki dробовикni. Ha, bu ham to'g'ri, lekin mashinani o'g'irlab ketishdi. Tushunursin. Sekin. Hozir to'pponcha bilan. Biz ham o'tolmayapmiz. U yerda 2 kishi turibdi. Ha, ko'ryapman, lekin u menimcha ham o'qlab turibdi. Bo'ldi, hozir uni ham bir yo'g'lik qilaman. O'qlab oldim, hozir yordam beraman. Xo'sh, menimcha bu. Ha, ajoyib. Yigitlar hammasi yaxshi. Endi nima qilamiz? Ichkarini bir ko'rishimiz kerak. Ichkarida deb o'ylaysanmi barni? Ha, mer ichkarida bo'lishi kerak. Tak. Xo'sh, yo'q, ko'rmayapti. Yo'q, mer bu yerda yo'q menimcha. Yo'q, agar uni qutqara olmasak, yomon bo'ladi, Jurnursin.
Rostdan ham bu yerda hech kim yo'q, lekin hamma yo'q. Menimcha politsiya uchastkasini egallab olishganga o'xshaydi. Bo'lishi mumkin. Bu yerda palatkalar ham turibdi. Qara. Ha, Nurson zombilar kelishni boshlashdi. Zombilar, ha, axir aytgancha ular ovozga kelishadi. Shuning uchun ham hozir shu yerda o'tirib turamiz. Tushunsiz, bo'pti. Nima qilamiz hozir? Rejamiz nima? Rejamiz birinchi navbatda hozir yaxshiroq qurollar topishimiz kerak. Ha, to'g'ri aytyapti. Qurollarsiz nima ham qilardik? Vintовkalarimiz unchalik ham yaxshi emas. Ha, menda to'pponcha va SF bor, lekin sizlarda deyarli hech narsa yo'q. Ha, menda magazinlar ham o'zimda edi. Asosiy qurollarim uchun magazinlarni olib beraman. Sizlarga aptechka kerakmi? Yo'q, kerak emas. Yaxshi, unda hozir. Tak, bo'ldi deyarli. Xo'sh, endi bu yerda qurol magazini qayerda bo'lishi mumkin? Axir bizga qurollar kerak-ku. To'g'ri, qurol do'koniga borishimiz mumkin. Men bir joyni bilaman. Qayerga ekan? Shu yerda shahardan unchalik uzoq bo'lmagan joyda, markazga yaqin. Okey, unda o'sha yerga borishimiz mumkin. Shu yerga borganimiz bo'la qolsin. Faqatgina bizgacha u yerdan biror nimalarni olib ketgan bo'lishlari ham mumkin. Ha, bu gap to'g'ri. Nima qilardik? Boshqa ilojimiz yo'q. Axir hozir o'zimizdagi narsalar bilan unchalik uzoqqa bora olmaymiz. Baribir ham hokimni ham topolmasak orqaga qaytishimiz kerak. Ha, bu ham to'g'ri. Shunga qurol do'koniga bormasak bo'lmaydi. Bo'pti. Unda yo'l boshla, Stiv. Ketdik qurol do'koniga. Ha, ular juda ham ko'p, lekin qo'limizdan keladi ularni yo'q qilish. Ja, bo'lmasa qochamiz, qani ketdi. Yaxshi, minus ola qol, yaxshi. Tak. Ajoyib yigitlar bo'shashmaymiz sekin. Xo'sh, bo'ldi. Jenursa yana patronlar qolmadi. Rahmat. Xo'sh, qanday endi yuradiganlari yana bittasi kelyapti. Hali darvoza tashqarisida ham juda ham ko'p ekan bular. Boshqani kelinglarchi, yaxshi yigitlar, o'zim sizlarga yordam beraman, chiqishingiz mumkin. Tak, bo'ldi. Rishot kortida yana bor, biz uxlab olaylik. Aha, hozir bularni ham bir yo'qlik qilaman. Qani kelchi, mana, sekin tegmadi, yaxshi. Tekkanday bo'ldi, lekin baribir ham ovozga unchalik ham kelmayapti. Men o'ylaganchalik ovozga tak ta'sirchan emas ekan zombilar. Yaxshi. Endi hozir qurol do'koniga boramiz. Olg'a qayerda edi? Mana shu yerdan chapga. Men tarafdanmi yoki sen tarafdanmi? Yaxshi, o'zim boshlab boraman. Okey, ketdik. Ana shu yerda unga burilsak, g'ishli bino. Mana ko'ryapman, shu yermi? Ha, shu yer. Xo'sh, ichkarida qurollar bor degan umiddaman. Bizga olib ketgan bo'lishlari ham mumkin. Kimni ovoz kelyapti? Eshityapsizlarmi? Ha, eshityapman. Tak, kirib qaraychi kim ekan. Omadim kelmayapti. Hech bo'lmasa o'zim tirikman, shunisiga ham rahmat. Yo'q, ko'rib olishga sal qoldi. Tak, shu yerdan Jenurson. Tak, hozir yo'q, olg'a yigitlar, o'ng tarafga qarab yugurib ketdi. Bo'ldi, orqasidan ketdi. Ko'rdinglarmi? Ana bu banditlardan biriga o'xshar ekan. Ha, balki undan ma'lumot ola olarmiz. To'g'ri. Qurol do'koni uyimni yonginasida bo'la turib ham topa olmadim. Ajoyib. Xo'sh, men hozir uni orqasidan kuzatib boraman. Sizlar esa kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'pti, men ketdim. Aytgancha menga ratsiya kerak. O'zimniki mashinada qolib ketdi. Meniki olishim mumkin. Katta rahmat. Senda bormi? Zapasga bor. Yaxshi, unda hozir qanday binoni ichini ko'ramiz. Balki bu yerda qurollar bordir. Xo'sh. Yo'q, ha, qonga birinchi kirganimda ko'zim tushmabdi. Shurdamisan? Ha, shurdaman. Zombilardan pana qilib turaman agar zombilar kelib qolishsa. Okey. Xo'sh. Jenurson. Tak, bu narxlar ekan, yaxshi. Qurollar, bular esa maketlarga o'xshayapti. Hattoki zatorlari ham qotirib tashlangan. Okey, xo'sh. Bu yerda bizga foydali hech narsa yo'q. Bular ham o'yinchoqlar. Branjiletlar bor, lekin o'zimizga yaxshiroq. Derb. Ha, aloqaga chiqdi. Tezroq borishimiz kerak. Nima bo'ldi? O'yin topganga o'xshaydi. Daraxt ustida o'tiribman deydi. Daraxt ustida. Ha, tak. Menda esa nimagadir ratsiya ishlamayapti. Bilmasam, mayli bo'lgan taqdirda ham hozir o'sha yerga borishimiz kerak. Qani ketdik. Tak. Umid qilamanki, anavi banditdan ma'lumot ola olamiz. Albatta olamiz, agar bo'lmasa ozgina qiynasak, bulbuldek sayraydi. Aha, xo'sh. Qani endi Max? Tak, opa, Max shu yerda ekan. Yigitlar, qayerda qolib ketdinglar? Shu yerdamiz, kelyapmiz. Do'konni ko'rayotgandik. Xo'sh, nima topdinglar? Deyarli hech qanday foydali narsa yo'q. Xullas, ana shu yerda birinchi podyezdda yashar ekan, yo'q-e? Ha, mana shu orqamdagi binoda. Yaxshi, unda o'sha yerga kiramiz va hammasini hal qilamiz. Bo'pti, yigitlar, olg'a. Zombilar yo'q ekanmi? Yo'q, zombilar bu yerda ko'rinmayapti. Ha, to'g'ri. Ajoyib, nur ustiga a'lo nur. Hozir ichkarini tekshiramiz. Ha? Agar u bilmasa-chi? Bilmasa, bilishi kerak. Axir o'sha yerga hujum qilishdi. Agar o'ldirishgan bo'lsa ham, ma'lumot olsak bo'lgani, tirikmi, yo'qmi, shuni bilib olamiz hech bo'lmasa. Ha, bu gaping ham to'g'ri. Qani kiraylikchi. Sekin hozir eshikni buzaman. Hamma qo'lni ko'tarsin va yosh bola. Sizlarga nima kerak? Bizga, "Hey, kimsizlar? Qurol tashla." Bo'ldi, faqatgina o'g'limga tegmanglar. Tak, kimsan? O'zingni tanishtir.
Boladan esa uzoqroq tur, otib qo'yishi mumkin. Xo'p. Mening ismim Jons. Xo'sh, bu esa o'g'lim. Ha, meni otam bo'ladilar. Tushunarli. Sizlarga nima kerak? Harbiylarsizlar, ha, biz harbiylarmiz va bizga bir ma'lumot kerak. Qanaqangi ma'lumot? Xullas, sizlar jinoiy guruhingiz bilan birgalikda politsiya uchastkasini egallab olgansizlar, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Agar o'g'ling tirik qolishini istasang, u yerdagi hokim va uni o'g'li qayerdaligini aytasan. Men bilaman qayerdaligini, faqat o'ldirmasanglar bo'lganda. O'ldirmaymiz, aytsang. Shahar kasalxonasida. Ha, Ishonishingiz mumkinmikan? Qiziq. Nimaga o'zi hokimni u yerga olib bordinglar, bilsak bo'ladimi? Biz shunchaki tirik qolmoqchimiz va hokimni bu yo'lda ishlatmoqchi edinglar. Ha, uni asirga olib, balki bizni ham qutqarishardik bo'lgandik. Uni evakuatsiya qilishga keldinglar, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Unda bunday qilamiz. Hozir sen bizni bazaga olib borasan. O'g'ling esa do'stim Stiv bilan qoladi. Nimaga? Shunchaki agar biz qaytmasak, o'g'lingni o'ldiradi va sotqinlik qila olmasliging uchun. Tushundingmi, Stiv? O'ldirasan uni. Ha, komandir, tushundim. Xo'sh, nima deysan? Men nima deyishni bilmay qoldim. Rozimisan yoki yo'q? Agar rozi bo'lsang, tirik qolishing mumkin. Agar rozi bo'lmasang, ikkovingiz ham shu yerda o'lasizlar. Bo'pti, roziman. Aytganingizni qilaman. O'sha yerga olib boraman va bizni bossning yoniga olib kirishing bo'ladi. Bilmadim, istasang asirga oldim, ma'lumot bor deyishing mumkinmi? Bilmadim. Xullas, o'g'ling do'stim bilan qoladi, sen esa bizni olib borasan, bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi, unda o'g'ling hozir men do'stim bilan qoladi, xo'pmi? Bolakay, sen qo'rqma, agar dadang bizga yomonlik qilmasa, senga ham hech kim yomonlik qilmaydi. Ha, tushundim hammasini. Meni tirik qoldiraysizlar. Ha, dadangni ham seni ham tirik qoldiramiz, hammasi yaxshi o'tsa. Xo'p, duo qilamanki hammasi yaxshi o'tsin deb. Bo'ldi, o'g'ling tirik qolishini istasang, bizga yordam berasan. Ha, yordam berishga tayyorman. Bo'pti, unda ketik. Stiv, qarab turingga. Bo'pti, komandir, qarab turaman. Bo'pti, unda Max, men va bandit hozir kasalxonaga otildamiz. Sen esa bola bilan o'tir. Tushundim hammasini. Unda yaxshi, ketik. Hozir xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqma bulardan. Quloq sol, Stiv. Agar 1 soat ichida aloqaga chiqmasak va faqatgina o'zing biladigan sirli so'zni aytmasak, bolani o'ldirib ber, xo'pmi? Agar bu yerga hujum qilib qolsa ham qochishing mumkin. Bolani o'ldirib. Hammasini tushundim. Bu sizlarni asirga olib majburlab tirik qoldirmaslik uchun, ha, seni aldamasliklari uchun. Bo'ldi, hammasini tushunib yetdim. Bo'pti, bandit Jons, qani ketik. Biz topshiriqqa otlanyapmiz. Hokimni qutqarishimiz kerak. Hokim ana o'sha yerdami, o'ldirib qo'ymaydimi boshlig'ingiz? Yo'q, o'ldirmaydi, chunki bizni o'zimizga ham kerak-ku. Yaxshi. Zombilar yo'q, hozir ketishimiz mumkin bo'ladi. Faqat bizga mashina kerak. Menda mashina bor. Yo'q-e? Ha, olib borishim mumkin. Bo'pti, ketik, yo'l boshla. Mana shu yerdan katta binoni ko'ryapsizmi? Qurol do'kon to'g'risidagi. Qaysi? Ana bu oq nima? Ha, o'sha yerda. Xo'sh, ana shu yerda burilish bor, kichkinavich yonida. Ana shu yerdan kirsak, chap tarafda mashinam turibdi. Okey, hozir o'sha yerga boramiz. Agar aldagan bo'lsa yoki tuzoq bo'lsa, hammasini bilaman. Yaxshi. Unda ketik. Zombilar bo'lishi, ha, zombilar bor ekan. Albatta, axir zombi apokalipsis. To'g'ri. Xo'sh, lekin bir dona ko'rinyapti, shuning uchun ham unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Tak, sen banditga qarab tur, men esa hozir zombilarni bir yo'qlik qilaman. Bo'pti, yaxshi. Xo'sh, mana kelinglarchi, yaxshi. Minus. Ajoyib. Tak, hozir bunisini ham ol. Tak, demayapti, Junusdan chiqib kelishyapti. Xo'sh, yo'q, bu yerda ko'p ekan zombilar. Yordam beraymi? Hozir, ha, ko'p ekan bular. Yordam bermasang bo'lmaydi, sekin qani. Sen hozir o'qlab olay. Tak, qo'y, banditga qarab tur. Bo'pti. Xo'sh, qani kelchi, mana. Yaxshi, mana bunisiga ham minus bo'lish kerak. Tezroq, qani yordam ber. Hozir. Tushunirsin, bo'ldi. Qani bunisini ham va bunisini ham ol, yaxshi. Ajoyib, tak, sekin, Johnson. Banditga kirib ketdi. Hozir bir narsa olib chiqadi. Olib chiqaman deb qochib ketmasin. Yo'q, qarab turibman. Okey, xo'sh, bo'ldi. Qani banditni olib kel. Hozir. Tushunirsin, bu yerda ham zombilar. Hozir qaytsa, ular bizga umuman xalaqdan berishmaydi. Bu yerdan chiqib olishmasam kerak. Chiqib ham ola olishmaydi bu yerdan. Mayli, unda baribir ham qarshi o'ldirib tashlayman. Bo'ldi, ketdik. Yaxshi. Xo'sh. Qayerda mashina? Shu yerdan chapga. Tak, bu yerda. Ko'rdim. Ko'k Jigulimi? Ha, o'sha. Yaxshi, kalti o'zingdami? Kalti menda. Okey, hozir bu oxirgi zombilarning yaxshi yordam olibchilik qilmaydi. Bo'ldi, mashinaga ketdik. Hozir kasalxona tomon haydaymiz. Bilasanmi yo'lni? Ha, aytib turaman. Yaxshi, hozir bularni tashlab yuboray va bo'ldi. Qani kaltni berchi? Hozir. Xullas, sizlarni asirga olganman deyman, xuddi o'zingiz xohlaganingizdek. Aha, ketdik. Qurollar esa menda, seni avtomatikni ham beraman, xo'pmi? Bo'pti. Xo'sh, sekin qanaqadir kamazam turibdi. Bu Ural. Ha, kelyapsizlarmi? Kelyapmiz. Ha, yaxshi. Yusuf bo'lish kerak, o'zimizni bildirib qo'ymaylik. Bilasan-a, bandit Jons nima bo'lishini agar bizni sotib qo'ysang? Bilaman. Yaxshi, qani. Xo'sh, ikkitasi turibdi. Biror nima qil bularni. Hoy, yigitlar. Bu yana kim bo'ldi? Qara. Jons, kimlarni olib kelding? Men bu harbiylarni asirga oldim. Ularni
Juda ham zo'r ma'lumot bor ekan. Bossni yoniga olib kirishim kerak. Biror marta bo'lsa ham yaxshi ish qila olmaysan deb o'ylagandim. Bossga o'xshanib. Omading keldi, Jons. Balki uni o'ng qo'liga aylanarsan. Oy, niqobli harbiy, ikkinchi qavatga chiq. Xo'p, bo'ladi, janob bandit. Xo'sh. Keyinchi Chiqaver. xo'p. Xo'sh. Yigitlar, otib qo'ymanglar, bu bizni odam. Nima? Harbiy? Ha, lekin men asirman. Oy, niqob, chapdagi birinchi xonaga kiraver, boss seni kutib turadi. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ker. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum. Tushunmadim, harbiylar bizni ba'zida nima qilyapti? Xullas, sizga muhim gapim bor edi. Qanday muhim gap ekan? Biz hokimni qutqarmoqchimiz va bunda bizga sizning yordamingiz kerak. Bilishimizcha, u shu yerda ekan. Berib yuboradi deb o'yladingmi? Ha, berib yubormasligingiz aniq, ammo bizda xullas ushlab buni. Tushunmadim. Jons, bu nimasi? Nimaga tekshirmading? Sekin, baqirma. Bilasan nima bo'lishini agar ortiqcha xarid qiladigan bo'lsang. Tushunursin, bezbetlar. Meni o'zimda ba'zimga kelib, o'zimga qarshi qurol tirayapsizlarmi? Ha, balki shundaydir. Bilsangiz kerak, bu yerdan tirik chiqa olmaysizlar. O'tir joyingga. Bilasanmi? To'g'ri, tirik chiqmasligimiz mumkin, ammo yordam bersang, bemalol tirik chiqamiz. Qani ketdik. Xo'sh, qayerda hokim? Shu yerdan ikkinchi xona, chapda. Okey. Sen ham ushlab bilasan, Jons. Majbur bo'ldim, boss, kechiring. Hali ko'rasan. Ketdik. Xo'sh. Yigitlar, o'q ota ko'rmanglar, bilasizlar ham bossingiz bizni qo'limizda. Tak, shu yerdami? Shu yerda. Och. Okey, agar ularga biror nima bo'lgan bo'lsa, yomon bo'ladi. Xo'sh, salom. Salom, janob hokim. Salom. Xo'sh, biz sizlarni qutqargan keldik. Bu o'g'lingizmi? Ha, o'g'lim bo'ladi. Yaxshi, o'rningizdan turinglar, bu yerdan ketishimiz kerak. Steve nima bo'ladi? Banditning o'g'lichi? Ular bilan ham shug'ullanamiz, ammo hozircha xavfsiz joyga borib olishimiz kerak. Shu bu yerdan zo'roqqa. Xo'sh, ketishga tayyormisizlar? Ha, men tayyorman. Men ham tayyorman. Yaxshi, unda janob hokim, qani ketdik ortimdan. Ehtiyot bo'linglar yigitlar, agar birortamizga o'q tegsa, bossingiz birdaniga o'lib qoladi. Ketdik, olg'a. Pastga tushib bu tarafdadir. Bo'ldi, tushunarli. Qani, olg'a, men sekin oldindan ketaman. Tak, xo'sh, bu yerda ham banditlar bor, lekin yigitlar o'q ota ko'rmanglar, bossingiz bizni qo'limizda. Bilamiz buni уже. Hali ko'radiganingni ko'rasan. Ha. Xo'sh, sekin o'q ota ko'rmanglar yigitlar. Biz bossingizni qaytarib beramiz o'zimizning maqsadimizga yetganimizdan so'ng. Hech kim ko'rmayapti. Yaxshi, endi mashinaga ketsak ham bo'ladi. Yigitlar, tayyormisizlar? Men tayyorman. Hammamiz tayyormiz. Yaxshi, unda xavfsiz joyga hozir tezda otlanamiz. Yaxshi, mashinani yerda turibdi, hammamizni ko'taradi, bemalol hammamiz sig'amiz va bu yerdan qochamiz, chunki bu yerda zombilar va banditlar bor. Banditlar. U yerda mashina va qutilar turibdi. Aniq bizgacha kimdir bo'lgan, balki banditlardir. Bo'lishi mumkin. Shunga men hozir borib tekshirib kelaman. Sen esa Max odamlarga qarab tur. Xo'p, bo'pti, olg'atar. Xo'sh, sekin. Endi asosiysi bu yerga borib zombilarga ushlamasam bo'lgani. Kran bor ekan, yaxshi. Bekor o'zi bu joyni tanladik. Hatto juda ham zombi bor ekan. Bu yer yaxshi joy, chunki chala qurilgan bino va buni bilib bizdan avval ham kimdir kelganga o'xshaydi, lekin zombilar tiqilib yotganiga qaraganda уже bu yerda hech kim yo'q. Mayli, hozir ko'ramiz. Qani kelinglar, zombilar birran keting, hammangiz nima? Ola qo'l sekin tushirsin mashinadan. Bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Hozir qolganlar bilan ham ishni bitirishimiz kerak. Qani zombilar kelinglarchi yoki bu birinchi va ana yerda jasad yotibdi. Sekin bizni mashinani o'g'irlagan odamni sochib o'xshatganmi, chunki oynada ko'rgandek bo'lganim sariq soch edi u ham. Bo'lishi mumkin yoki tasodif, shunchaki jin sumlarning ko'payib ketishimichi. Tak, sekin, balki odamlarning yoniga boraman. Hatto yo'q, axir bu yerda faqatgina Jimson Maxning quroli bor. Qolganlar esa yoki qochib ketishi yoki zombilarga yem bo'lishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Undan tashqari u yerda bandit o'tiribdi, banditlarning boshlig'i. Shuning uchun ham yaxshisi ular alohida o'tirgani ma'qul. Sekin yana jin sumlarning ko'pliginicha butun bino zombilarga to'lib ketganmi deyman. Okey, hozir bir yo'qlik qilaman hammasini. Yaxshi, oxirgilar qoldi degan umiddaman va bo'ldi. Ajoyib. Tak, endi binoni ichini tekshirish kerak. Yo'q, ichkarida yana bor ekan. Emaklab yuradiganlari chiqa olishmaydi bu yoqqa, shuning uchun ham ichkarida qolib ketishgan. Hozir bulardan bir yo'qlik qilaman, hech qisi yo'q. Tak, sekin jin ursin. Yo'q, ol. Bo'ldi, mana bunisini ham. Tak, 3 ta bo'lib ketdimi? Jismsiz qayerdan chiqib kelyapti bular buncha? Yoki bu yerda juda ham ko'p odamlar bo'lib, ular zombilarga aylanishgan yoki avvaldan bu yerda juda ham ko'p odamlar bo'lib, keyin zombiga aylanishgan. Sekin bu yerda jasad yotibdi, jasad. Jismsiz hozir 3 ta jasadni ko'rdim. Okey. Tak, mana bu yerda sinib yotibdi. Tushunarli. Xo'sh, qani. Tak, yo'q, bu yerda ham jasad. Okey. Общий xullas bu yerda 4 ta jasad. Tepa qavatlardan birini ketin ko'rish kerak. Agar zombilar bo'lganda allaqachon chiqqan bo'lishardi. Menimcha
Shundoq har bir qavatda hech bo'lmasa bitta yoki ikkita zombi bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqa zombilar yo'q o'xshabdi. Mayli, hozir endi o'zim bemalol bu yerdan ketishim mumkin. Tak. Asosiysi har xil xonadonlarda zombilar qolib ketib, tunda uxlaganimizda chiqib qolmasa bo'lgan jasadlarni olib tashlash kerak bu yerdan. Oppa. Mana buni ko'rish kerak. Qanaqangi qurol ekan? O'ziga o'xshayapti. Ajoyib. Adashmasam o'zi Isroilniki va Isroil o'zining juda ham ishonchli qurollari bilan tanilgan. Bunaqasini olamiz, bizga kerak. Qo'shimcha magazinlari bilan birgalikda gap bo'lishi mumkin emas. Katta rahmat senga, noma'lum qurbon. Zombi apokalipsning noma'lum qurboni. Endi seni quroling yordamida biz tirik qolamiz. Katta rahmat. Bo'ldi, endi qolganlarni chaqirib kelsam ham bo'ladi. Avtomatni esa, qachon bizda boshqa jang qilishga layoqatli odam yo'q. Bandit bor, hokim va uning o'g'li. Ularning hech qaysiga ishonch yo'q, chunki yosh bola bizga yordam bera olmaydi. Undan tashqari hokim ham qarib qolgan. Umuman o'zini belini ko'tara olsa, shunga ham rahmat aytaman. Banditga esa umuman ishonch yo'q. Tak, bo'pti. Hozir hammasini bilib olamiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Bordim, ko'rdim, zombilar bor ekan, hammasini o'ldirdim. Yangi qurol. Bo'ldi, mashinaga hozir hammamiz minamiz va o'sha yergacha yetib olamiz. Keyin esa bemalol dam olishimiz mumkin. Undan keyin aloqaga chiqamiz va Stevni ham chaqirib olamiz. O'g'lini esa o'sha yerga banditlarning qarorgohiga tashlab keladi. Juda ham shinam joy, faqat afsuski ovqat yo'q ekan. Hattoki qutilarda ham ovqat topa olmadim. Mayli, men hozir tepaga chiqaman va aloqaga Steve bilan bog'lanishga harakat qilib ko'raman. Bu yerda aloqa yo'q. To'g'ri, shahar chekkasidamiz. Ratsiya aloqaga kirishish kerak va jasadlarni olib tashlanglar, iltimos. Keyin bandit olib tashlaydi. Men nimaga olishim kerak? Chunki bizni asirimizsan va mana bu afsus. Yoshgina odamlar ekan. Iloji yo'q, nima qilardik? Zombi apokalipsis bu faqatgina kuchlilar tirik qoladi. Tak, tepa qavatga chiqishimiz kerak. Bu yerda nechta qavat? Kamida 10 ta bo'lsa kerak. Albatta unchalik balandga chiqmayman, chunki ma'no yo'q. Faqatgina radio qurilmam bo'lganida ratsiyadan ko'ra yaxshiroq chiqishim mumkin edi, lekin ratsiya bilan balandga chiqib ketsam ham baribir aloqa tuta olmayman. Xo'sh, qani? Tak, sekin. Yo'q-mayo bog'lana olmayapman, tushunmadim, bu menga yoqmayapti. Agar Steve bilan bog'lana olmasak, ana bu banditning o'g'li ham qolib ketadi, o'zi ham qolib ketadi. Tushunmsan, nimaga aloqa yo'q, tushunmayapman. Qani, xo'sh, yana bir harakat qilib ko'raychi. Zo'r, aloqa yo'q, tushunmsan. Balki axir bu unchalik ham yaxshi ishlamayotgan edi ratsiya, balki shundandir. Bilmadim, yoki shunchaki uzoqqa ketib qolganimiz uchun aloqa maydoni yetmayapti ratsiyalarni bir-biriga bog'lashga. Bo'ldi, nima ham qilardim, hozir pastga tushaman va shunchalik balandga chiqib ketdim yoki yo'q-mayo. Tezroq pastga tushish kerak, tugamayapti qavatlar. Mana yorug'lik ko'rinyapti va Xo'sh, nima bo'ldi? Afsuski aloqaga chiqa olmadim. Men nima degandim? Balki ratsiyadandir. Qachon ratsiyadan ekanligi aniq. Xullas, ertaga borib qarab kelaman. Shunga kalitni ber. Janobda quloq soling. Balki sizga yordam bera olaman. Yo'q, sen hali yoshsan. Men bir o'zim borgan ma'qul. Undan tashqari Maxga ko'proq yordaming kerak. To'g'ri. Mana qurolni ol va bu bolakayga otishni o'rgat. Yordam beradi senga. Bo'pti. Menga esa o'zi yetadi va hozir borib tekshirib ko'raman. Hozir yetib olmasligim aniq, lekin ertalabgacha yetib boradiganday bo'lsam, domni ham tekshiraman, ana bu banditnikini va o'g'lini ham, o'zimizni Stevni ham qutqarishga harakat qilaman. Sen esa bularga qarab tur. Xo'p, bo'pti, omad, rahmat. Bo'ldi, endi tezroq shaharga otlanishim kerak. Shu yerdan o'zimiznikilarni qutqarib chiqishim kerak. Ajoyib, kalt qayerda? Kalt shu yerda. Yaxshi, o'zi bu yoqqa, M17 bu yoqqa va endi yo'lga otlansam bo'ladi. Xo'sh, yaxshi, yetib ham keldim. Endi esa o'sha domga o'tib olsam bo'lgan. Tekshirib ko'raman. Zombilar yo'q u yerda. Bu yaxshi. Tak, sekingina. Stop, zombilar bor ekan, Jennerson. Hozir to'xtab olaman shu yerda atrofda va bo'ldi, sekin. Yaxshi, bo'ldi, shu yer yetadi bizga. Ajoyib, endi hozir zombilar bilan yana jang qilishim kerak. Tushunsin, qanchalik jonga tegdi bu zombilar. Mayli, hozir mendan ko'radiganini ko'rishadi. Xo'sh, qani, kelinglarchi. Birin-ketin hammangizni qirib tashlayman. Yo'q-mayo, bularning ko'pligini tushunsin. Qani, mana senga yaxshi ol. Sekin, tushunsin. Yo'q-mayo, bo'ldi. Tak, yaxshi, endi mana bularni yo'q qilishimiz kerak. Ajoyib, qani olinglarchi, ol. Yaxshi, mana minus. Nima qilib yuradiganlardan joni ko'pga o'xshaydi qolganlardan ko'ra. Ularga tegish ham qiyin, chunki bo'ylari pastgina va qanchalik silvet past bo'lsa, ularga tegish shunchalik qiyin. Shuning uchun ham mana bu balandroq yurganlarni o'ldirish oson. Xo'sh, qani kelinglar, shunday tashqari o'tli joyda ham vobshe ko'rinmaydi bu maydachalar. Qani, hozir uxlab olay, ko'radiganingni ko'rasan. Bo'ldi. Yaxshi, qolganlarni ham hozir o'ldirib tashlayman va bo'ldi. Ajoyib, oxirgilari qoldi.
hozir shunga domni bemalol tekshirib chiqsam bo'ladi. Yaxshi, minus endi hozir mana bularni yo'q qilishim kerak. Mana 1 2 3 kamida 5 ta turibdi bu yerda. Qani sanoqni boshlaymiz. Birinchisi, xo'sh, ikkinchisini ham yo'q qildik. Yaxshi, uchinchisi va to'rtinchisi ekan. Ajoyib, adashibman. Bitta bo'lsa ham xato ketibdi. Yaxshi, hozir ichkarini ko'ramiz. Sekin, yo'ma-yo. Mana qani kelchi 5 va 6. Ajoyib. Tak, endi tepani tekshirib chiqishimiz kerak. Menimcha tepada ham zombilar bo'lga o'xshaydi va buyruq ochiq turibdi. Jishinursin. Yo'q, eshik buzilgan. Qiziq. Kim buzgan bo'lishi mumkin? Albatta zombilar, chunki ular eshiklarni buzishni biladi. Umid qilamanki, biznikilar zombiga aylanib qolishmagan. Sekin hech kim yo'q o'xshabdi. Hech kim yo'q ekan. Nima qilaman? Xayroma, mana bu magazin, bo'sh magazinlarni tashlab yuborish kerak. Bu nima bo'ldi? Tak. Xo'sh, sirkka chipta. Menimcha anavi bandit o'g'il bilan birgalikda sirkka bormoqchi bo'lgan. Faqat Xayroma nimaga bu yerga qutini eshigiga tiqib qo'ygan? Hatto balki yo'qotib qo'ymaslik uchun tiqib qo'ygandir, yana kim biladi. Bilinib turibdi. O'g'lini yaxshi ko'radigan ota, lekin afsuski yomon yo'lga kirib ketgan. Nima ham qilardik? Tushunursiz, yana mana bu eshik uzoqroqqa tashlab yuborish kerak edi. Qani, yo'qol bu yerdan. Hozir endi qayerga boraman, tushunursiz? Tak, qani aloqaga chiqishga harakat qilib ko'raychi. Senmisan? Ha, menman. Tirikmisizlar? O'lib ketamiz deb o'ylagandim. Xullas, bizga banditlar hujum qilishdi. Tushunursiz? Aytganingdek qilmoqchi edim, lekin qo'limdan kelmadi. Shuning uchun ham seni tashlab ketdim. Bu shunchaki otasini qo'rqitish uchun edi. Xullas, quloq sol. Bizni qutqara olasanmi? Shunchaki bu yerda, xullas, bu yerda zombilar tiqilib yotibdi. Bizni qutqara olasanmi? Ha, albatta, qayerdasizlar? Hozir sen qayerdasan? O'sha sizlar bo'lishingiz kerak bo'lgan binodaman, domda. Ajoyib. Agar chap tarafga qaraydigan bo'lsang, analog'i stop. Menimcha o'ng tarafga bo'lish kerak. Xullas, qurol do'koni bor edi-ku, ana shuni to'g'risiga qarasang, ana shu yerda binolar bor. Ana o'sha binoni salgina orqarog'ida katta oq tomli boshqa bino bor. Biz ana shu yerda o'tiribmiz. Agar aylanib o'tsang, old tarafida narvon bor, temir narvon. Ana shu yerdan tepaga chiqishing mumkin bo'ladi. Bo'ldi, ko'rdim. Patronlar kam qoldi, shuning uchun ham bilmadim nima qilamiz. Albatta sizlarni qutqaraman. Zombilarni ham ko'rdim. Aloqa tugadi. Gap sotishga vaqt yo'q. Tezroq qutqarishim kerak. Steve bilan anavi bolakayni. Tak, hozir mashinada borish kerak qilib ko'raman. Hatto aylanib o'tishga uzoq vaqt ketadi. Qandaydir qilib kesib o'tish kerak bu yerni. Lekin baribir mashinani bu yerda tashlab keta olmayman. Shunga hech bo'lmasa o'sha borishim kerak bo'lgan joyga yaqinroq olib borib qo'yganim ma'qul. Tak, hozir qayerda aylanib o'tsam bo'larkan, ha? Mana bu yerda aylanib o'tsam ekan. Xo'sh, bu yerda qanaqadir plashatka turibdi. Ana shu yerdan o'tib ketishim. Yo'q, o'tib keta olmas ekanman. Joy kam va undan tashqari daraxtlar, o'yingohlar, shunga o'ta olmayman. Bu yerdan-chi? Bu yerda ham daraxt va mayda-chuyda narsalar turibdi. Ana yerda ko'ryapman. Shunga qo'sh mashinani mana bunday qilib burib qo'yaman va shu yerda qoldiraman. Tak, yo'lning o'rtasida albatta qoldirish yaxshi emas, lekin baribir ham shaharda unchalik ko'p odam qolmagan, chunki ko'pchilik zombiga aylangan. Zombiga aylanmaganlar esa shaharni tark etib bo'lishgan. Shunga tezroq hozir yigitlarni qutqarsam bo'lgani. Bu yerdan biz ham ketamiz evakuatsiya qilib. Xo'sh, yaxshi o'tib ketish kerak bo'ldi. Xo'sh, mana yerga tepaga chiqish kerak dedi. Temir narvon. Xo'sh, bu yerda zinalar. Tak, balki bu tarafdadir yoki noto'g'ri tarafdan keldimmi? Tushunmadim. Qayerda ekan? Yo'q, zombilar yana tushunursan. Tak. Mana temir narvon. Okey, hozir ko'radi mendan. Biz zombilar, keyin esa yigitlarni qutqarishga boramiz. Sekin bo'ldi. Xo'sh, endi esa tepaga chiqishimiz kerak. Tepada ham meni zombilar kutib olsa kerak. Shuning uchun birdaniga o'zini olib olgani ma'qulroq. Yaxshi. Tak, qanday zombilar kelinglar. Jurnursin. Yo'q, sekin. Yiqilib ketmasdan bo'lgani. Bo'ldi. Qani endi meni ko'rasizlar. Tomga chiqib oldim. Yaxshi, bular bu yerda rostdan ham ko'p ekan. Qiziq, qayerda bunchalik ko'p zombilar bu yerga chiqib olishgan. Nahotki zinani ishlatishni o'rganib olgan bo'lsa yoki shundoq ham bu yerda bo'lganmi zombilar? Xayr, lekin hech yo'q. Bo'ldi. Tak, pastdan birikda ko'rgandek bo'lganimi? Pastdan zombilar bor ekan. Bu qayerdadir lyuk bo'lsa kerak. Mana shu lyuk orqali chiqib olishgan. Menimcha bu yoqqa tak sekin bo'ldi. Yaxshi, endi sana yerda ham bitta eshikni ko'ryapman. O'sha yerga menimcha kirishimiz kerak. Yana bitta temir narvon. Menimcha rostdan o'sha yerga yo'q bu yerda ham tushunursan, qonun u yerda. Tak, hozir ko'rasizlar mendan qani. Tak, tushish mumkin ekan bular bu yerdan. Okey, yaxshi. Hozir bo'ldi. Uxlab olishim kerak va qani kelchi. Hozir ko'rasan mendan. Ajoyib. Yaxshi, endi hozir qutqarib olaman Steve va navbat bolakayni. Hattoki ismini ham so'ramayapman. Mayli, hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Yigitlar, bo'lmay otib qo'ymanglar. Der kirishing mumkin. Seni kutib o'tiribmiz. Salom, Steve. Salom der. Qiyin bo'ldi, lekin uddaladik. Yigitcha nima bo'ldi? Men soppa-sog'man. Ajoyib. Dadam tirikmilar? Dadang tirik. Biz hozir uni yoniga olib boramiz seni. Xullas, biz qochishga muvaffaq bo'ldik, hokimni ham qutqardik. Xullas, endi borsak bo'lgani. Afsuski, ratsiya buzilib qoldi. Aks holda seni chaqirmoqchi edik. Undan tashqari Max ham seni kutib o'tiribdi aytgancha. Shunga tezroq borishimiz kerak. Mana bolani dadasiga topshiramiz va shu bilan bu yerdan ketamiz. Dadasiga, banditlargami? Boshqa ilojimiz yo'q. Aytgancha, bu yerda granata bor tepada, qara. Oppa, rostdan bu bizga kerak bo'ladi. Bittasini olib olaman. Ikkita ekan.
Yaxshi, yaxshi. Xo'sh, bolakay, dadang yoniga borishga tayyormisan? Ha, tayyorman. Unda ketdik. Xo'sh, yaxshi. Pastda baqir-chaqirga, otishmalarga, zombilar kelgani aniq. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ha, ancha-muncha kelib qolishdi, lekin pastda yo'q. Tak, yigitlar, hozir men tozalayman pastni, sizlar esa orqamdan tushaverasizlar. Bo'pti. Xo'sh. Sekin qani kelchi. Bo'la qol, agar kelib qolsa, tepadan yordam qilaman. Aha, yaxshi. Bo'lmaymiz qani. Bunisini ham o'ldirish kerak. Yaxshi. Xo'sh, yigitlar, sekin tushsin. Bo'ldi, bunisini ham pastda emaklab yuradiganlarni ham yo'q qilishimiz kerak. Hozir uxlab olay. Bo'ldi, qani kelaver, mana. O'l. Yaxshi. Tak, yaxshi baribir Dravik bilan zombilar bilan urushgan ma'qul, chunki Dravik bittada ularni mayda qilib tashlaydi. Avtomat bilan esa uzoq vaqt jang qilishga to'g'ri keladi. Tak, emaklab kelyapti, ko'ryapman, sekin yordam ber. Yaxshi. Shu yerda yana ancha-muncha kelishyapti orqamdan. Okey, bularni yo'q qilamiz hozir. Yaxshi, bunisini va bunisini ham. Sekin bo'lishim kerak. Tak, pistolet bilan. Bo'ldi. Xo'sh, boshqa ko'rinmayapti menimcha. Bu yerda ham yo'q. Okey, qani tarafda ham ko'rmayapti zombilar. Yaxshi, bo'ldi. Ketishimiz mumkin. Mashina shu yerda. Mashina ham topdinglarmi, ha? Ajoyib. Boshqani ol. Yo'q, ulgurmadim ozgina. Va hozir bomba boshqa tarafga tushdi. Tak, yaxshi. Hozir buni ham otamiz. Sekin. Zombilar ancha-muncha ko'rinishadi bu tarafda. Xo'sh, yaxshi. Hozir yo'q. Ko'payib ketdi. Jinursin. Hozir tor joyda zombilar bilan tiqilib qolsak yaxshi bo'lmaydi. Ot, yaxshi. Hozir uxlab olay. Jinursin. Bo'ldi. Chiqib oldik. Yaxshi. Oxirgi zombi va ol. Jinursin. Ol. Bo'ldi. O'qlarim tugab qolyapti. Bu yomon. Shuning ham Dravik bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, endi mashinamga bemalol ketsak bo'ladimi? Bilasanmi, men kechasi bilan haydab mashinani charchadim. Shuning uchun ham mashinani haydab ketsang yaxshi bo'lardi, Stiv. Albatta, deb tushunaman. Xo'sh, shunga mana granta bu yoqqa va kaltni olishing mumkin. Men senga yo'lni aytib o'taman qayerga borishni. Okey. Hozir dadangning yoniga boramiz. Ajoyib. Xullas, yigitcha, quloq sol. Mashinada to'pponcha turibdi. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol ishlatishing mumkin. Ha, tushundim. Zombi yoki birorta boshqa banditmi kelib qolsa. Tushundim. Men esa hozir janob Stiv bilan qutqarib kelamiz dadangni. Xo'p, bo'ladi, katta rahmat. Yigitlar, agar dadam qutqarilishini istasangiz, iltimos like bosinglar videoga. O'tinib so'rayman. Axir dadam siz nima qilaman? Xo'sh, yaxshi. Hozir bir shu yerda bo'lsa kerak. Yaxshilikcha so'rashga harakat qilamiz. Agar yordam bermasa, hujum qilamiz. Nima desang shudir. Yaxshi, xo'sh. Hoy, yigitlar, mana ular qaytib keldi. Nimaga qaytib keldinglar? Bizga xullas bizni bu yerga olib kelgan odam kerak. Bossimizni qachon qo'yib yuborasizlar? Va u odamni biz dabdalasini chiqarib bo'ldik sotqinlik uchun. Tushunarli. Demak, dabdalasini chiqardinglarmi? Qo'yib yubormaysizlarmi? Yo'q, agar ketmasangiz sizlarni ham yo'q qilamiz. Bossni qo'yib yuboringlar. Tushunarli. Xo'sh, deb nima qilamiz? Otishma qilishga to'g'ri keladi. Qo'lingga nima olding? Haytoy. Jinursin menda patron yorib keladi, sekin. Yordam berishga harakat qilaman. Okey. Jinursin ichkaridagilarga aytayapti, qo'lda ratsiya tezroq yo'q qil. Yordam ber. Bo'ldi, endi ichkariga kiramiz. Xo'sh, qani kelinglarchi. 1 2 3 va olg'a jang boshlaymiz. Yaxshi, minus. Xo'sh, sekin. Ular derazadan qarab turishdi. Jinursin olishni boshlashyapti. Mayli, unda sen tashqaridagilar bilan shug'ullan, men esa ichkaridagilar bilan. Okey. Xo'sh, sekin. Xo'sh, qani kelinglarchi. Hozir meni ko'rasizlar. Ol, sekin. Yaxshi, mana. Yaxshi, ajoyib minus. Xo'sh, nima bo'lyapti? Otyapman. Ajoyib, men hozir kiraman bu yerdan. Xo'sh, bu yerda boshqa yo'q o'xshaydi. Tak, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Zonada juda ham xavfli zona. Shunga ol. Sekin bo'ldi. Ajoyib, endi ichkariroqqa kirsam ham bo'laveradi. Tak, buni uxlab olish kerak va ket. Sekin ol. Yaxshi. Sekin. Mana va bo'ldi. Jinursin. Endi qayerda ekan u? Xo'sh. Xonalardan birini ketim ko'rib chiqish kerak. Tak, Hoy, Jons, senmisan? Ha, menman. Seni qutqargani kerak. Nima uchun? O'g'ling uchun. O'g'lim, o'tirikmi? Ha, katta rahmat senga. Isming Darp edi-ya? Ha, bu qanday xona? Bu xullas qaynoqxonasi. Tushunarli. O'zing do'stlaring o'zingni xullas shunday qilishibdi-da. Ha, shunday. Tushunarli. Bo'pti, unda yur biz bilan. Hozir seni o'g'lingning yoniga olib boraman. Katta rahmat. Yo'q, Jinursin, Stiv qo'rqitib yubording. Uzr Darp. Hech qisi yo'q, bo'ldi, ket. Tashqarida hech kim qolmadimi? Yo'q. Ajoyib, bunday bemalol chiqib ketsak bo'ladi va hozir mashinaga borib, o'g'li bilan ko'rishtiramiz buni va qochib ketamiz. O'zi qayerga boramiz keyin? Keyin bir qurilishi bitkazilmagan bino bor, ana o'sha yerga borishimiz kerak. Okey. Bo'ldi, kelyapsizlarmi? Kelyapmiz. Yaxshi. Hozir seni o'g'ling yoniga olib boraman. Tak, yaxshi. Mana shu yerdan o'tsak bo'lgani. Umid qilamanki, o'g'ringga zombilar hujum qilishmagan. Nimaga? Chunki o'zini tashlab ketgandik. Axir yosh bola-ku. Ha, lekin boshqa iloji bo'lmadi. Xo'sh, qani u? Nima?
Mana o'g'ling shu yerda ekan. Ha, yaxshi. Dada, sizni qutqarishdimi? Ha, o'g'lim qutqarishdi. Bo'ldi, endi tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Keyinchalik mashinada gaplashib olasizlar. Yetib ham keldik, lekin nimaga ana u yerda bu banditlarning boshlig'i to'pponcha bilan turibdi? Kim? Ana u yerda balkondagi. Tushunmadim. Hozir hammasini bilib olishga harakat qilamiz. Mana kelishdi. Tak, tushunmayapman, nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Hozir menga tushuntirib berasizlar hammasini. Ungacha kutib turinglar. Max, tushunmadim. Nimaga mana bunga qurol berib qo'yding? Men sizlarni himoya qildim. Odamlaringni. Yo'q-ey. Ha, u yaxshigina himoya qildi zombilar hujumi vaqti. Tushunarli, lekin baribir ham bilasan, u bandit. Ha, to'g'ri. Va uni o'g'li ham buni yoniga kelishga nimasi ekan qo'rqyapti, chunki dadasini ancha-muncha qiynabdi odamlar. Shunga nima deyishni ham bilmay qoldim. Hozir aloqaga chiqaman, bizni qutqarishga kelishadi. Bu boshlig'ini esa yo'q qilasan. Sen esa o'g'ling bilan birgalikda shu ko'k jigulingda qochib ketsan, xo'pmi? Tushundim. Katta rahmat. Arzimaydi, mana bu qutilardan ham biror bir foydali narsa olishing mumkin. Bo'pti, katta rahmat der. Arzimaydi. Sen ham bizga yordam berding, men ham mana senga yordam berdim va mana shu yerda bizni sarguzashtlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir endi rostakasiga hammamiz o'z yo'limizga tarqab ketamiz aloqaga chiqqanimdan so'ng. Не выливай, 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 не выливай,